Kanikulda bolalarni xursand qilishda davom etamiz. Shu retsept asosida choyingiz qaynaguncha bironta idishga yuqmasdan pitsa tayyorlang. Qaytib soatlab pitsaga vaqt ajratmaysiz. Skоворodkani tagini yoqmasdan tuxum, mayonez, smetana, yog', tuz, un solib yaxshilab aralashtirib, ro'parasi 2 daqiqaga tagini yoqib dimlab qo'yamiz. Shunda xamiri sal qotib oladi va siz masalliqlaringizni to'g'rab olasiz. Endi kechuplarni yaxshilab surib, pomidor, bolgarskiy kolbasa hamda yaxshi eridigan sirdan sepib 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Maslahatim, siz ham mahsulotlarni menga o'xshab kubik shaklida to'g'rang. To'g'risini ayting, skоворodkaga yopishib qolmaydimi? Aslo yo'q, bu juda ham tez, oson va mazali bo'ladi. Bolajonlaringiz ham issig'ida mazza qilib yeb olishadi. Bitta like bosib menga obuna bo'lsangiz, kanikulda bolajonlar uchun zo'r retseptlar qo'yib boraman. Mabodo shunaqa granit skоворodkalarni tozalashda sizda muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol Bavi super очистительdan foydalanishingiz mumkin. Qaynoq suvga Bavidan solib bitta qaynatib borsangiz, ortiqcha zarar bermasdan, ranglarini o'chirmasdan top-toza qilib beradi. Kanikulda bolalarni xursand qilishda davom etamiz. Shu retsept asosida choyingiz qaynaguncha bironta idishga yuqmasdan pitsa tayyorlang. Qaytib soatlab pitsaga vaqt ajratmaysiz. Skоворodkani tagini yoqmasdan tuxum, mayonez, smetana, yog', tuz, un solib yaxshilab aralashtirib, ro'parasi 2 daqiqaga tagini yoqib dimlab qo'yamiz. Shunda xamiri sal qotib oladi va siz masalliqlaringizni to'g'rab olasiz. Endi kechuplarni yaxshilab surib, pomidor, bolgarskiy kolbasa hamda yaxshi eridigan sirdan sepib 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Maslahatim, siz ham mahsulotlarni menga o'xshab kubik shaklida to'g'rang. To'g'risini ayting, skоворodkaga yopishib qolmaydimi? Aslo yo'q, bu juda ham tez, oson va mazali bo'ladi. Bolajonlaringiz ham issig'ida mazza qilib yeb olishadi. Bitta like bosib menga obuna bo'lsangiz, kanikulda bolajonlar uchun zo'r retseptlar qo'yib boraman. Mabodo shunaqa granit skоворodkalarni tozalashda sizda muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol Bavi super очистительdan foydalanishingiz mumkin. Qaynoq suvga Bavidan solib bitta qaynatib borsangiz, ortiqcha zarar bermasdan, ranglarini o'chirmasdan top-toza qilib beradi.